O'tin va daraxt kesish har doim ham insondan yaxshigina kuch talab etgan. Bunday yumushlarda xavfsizlik kafolatlanmagan. Oddiy aralash usuli uzoq vaqt va mehnatni talab etadi. An'anaviy arrani olib yurish noqulayroq. Agar siz samarali ishlashni istasangiz, to'g'ri mahsulotni tanlashingiz kerak. 48 volt litium batareya bilan quvvatlanadi va natijada quvvatni uzoq vaqtga yetadi. Simsiz qo'lda ishlaydigan zanjirli arra sizning eng yaxshi ish qurolingizdir. Bitta qurilma bir vaqtning o'zida 5 kishining ishlashiga teng. Masalan, daraxtlarni kesish, o'tin kesish, qo'lingki yog'och bilan bog'liq ishlarni anchagina oson bajarish mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, siz simsiz elektron qo'l arrani atiga 199 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan zanjir atiga 8 soniyada 15 sm qalinlikdagi yog'ochni tez kesish uchun o'tkir pichog'i mavjud. Himoya to'sig'i sizni himoya qiladi. Arradan foydalanish yanada xavfsizroq bo'lish uchun xavfsizlik qulfi ham mavjud. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Simsiz arra daqiqasiga 2600 marta aylanadigan o'ta kuchli 1200 vatt dvigateldan foydalanadi va u issiqlikni samarali ravishda tarqatadi va ish samaradorligini yaxshigina oshiradi. 6 dyumli plitasi bir bo'lakda ishlab chiqariladi va zanjiri o'tda pishirilgan. Bu esa uni qattiqroq va bardoshli qiladi. Zanjiri qattiq, asboblarsiz bir marta bosish bilan sozlash mumkin. O'rnatish juda oddiy. 1 kilogramlik yengil dizayn foydalanishni osonlashtiradi va ayollar ham uni ishlatishi mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atiga 199 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Hali ham ikkilanyapsizmi? Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.